Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiya oladigan ota-onalarimiz nafaqa va ijtimoiy to'lov kutayotgan oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Sentabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, bu oddiy xabar emas. Bu siz pulingizni qaysi kuni olishingiz, bank kartangizga qachon tushishi, pochta orqali qachon yetkazilishi va kechikish bo'lsa, nima qilish kerakligini bevosita belgilaydi. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensioner va pensionerga qaraydigan farzandlar uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun kimlar oldinroq olishi mumkin, kimlarda biroz kechikish bo'lishi ehtimoli bor, qaysi holatda xavotir olish kerak emas, qaysi holatda esa darhol murojaat qilish kerak, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam keraksiz navbatlarda yurishi, bankka bir necha marta borishi yoki o'z vaqtida murojaat qilmagani uchun to'lovni kech olishi mumkin. Avval pensiya to'lovlari odatda oy boshidan boshlab belgilangan tartibda amalga oshirilardi. Kimdir bank kartasi orqali oladi, kimdir pochta bo'limi orqali naqd oladi, kimningdir pensiyasi uyiga yetkazib beriladi. Har bir hududda mahalla va tuman kesimida alohida grafik bo'ladi. Masalan, bir mahallada 5 sanada, boshqasida 7 sanada, yana bir joyda 10 sanada tarqatilishi mumkin. Bu normal holat, chunki barcha pensionerlarga bir kunda pul yetkazish texnik jihatdan ham, tashkiliy jihatdan ham oson emas. Endi sentyabr oyida jadval qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, ko'pchilikda birinchi savol tug'iladi. Mening pensiyam kechikadimi yoki yo'qmi? Men shuni aniq aytaman. Jadvalning qayta tuzilishi har doim ham pul kechikadi degani emas. Ba'zan aksincha. Ayrim toifadagi pensionerlar to'lovni oldinroq olishi mumkin. Lekin jadval o'zgarganda eng katta xavf shundaki, odam eski sanani kutib, yangi tartibdan bexabar qoladi. Masalan, ilgari har oy 6 sanada olgan pensioner sentyabrda yoki 9 sanada olishi mumkin. Yoki ilgari 17 sanada pochta orqali olgan odamga bu safar 10 sanada yetkazilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar bir nechta sababga ko'ra bo'lishi mumkin. Birinchidan, bayram yoki dam olish kunlari to'g'ri kelishi mumkin. Agar to'lov kuni yakshanba yoki rasmiy dam olish kuniga tushib qolsa, bank va pochta ish tartibi o'zgaradi. Ikkinchidan, hududlar bo'yicha mablag'larni yetkazish, ro'yxatlarni tekshirish, plastik kartalarga o'tkazish jarayoni qayta rejalashtiriladi. Uchinchidan, ayrim pensionerlarning hujjatlarida, yashash manzilida, bank rekvizitida yoki pensiya turida o'zgarish bo'lsa, tizimda qo'shimcha tekshirib ketishi mumkin. Shuning uchun men har doim pensionerlarga bitta narsani aytaman. Faqat qo'shnining gapiga ishonib qolmang. O'zingizga tegishli ma'lumotni mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank yoki pochta orqali aniqlang. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar esa ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Shuni batafsil tushuntiraman. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, siz uchun eng muhim narsa karta ishlayotganini, muddati tugamaganini va bank hisob raqami faol ekanini tekshirishdir. Ko'p holatda pul tizim orqali yuboriladi. Lekin karta bloklangan, muddati tugagan yoki bankda texnik cheklov bo'lsa, pensioner pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo to'lovning o'zida emas, kartada bo'lishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner har oy 7 sanada kartasiga pensiya oladi, deylik. Sentyabrda jadval o'zgargani sababli uning tumani bo'yicha to'lov 9 sanaga surildi. U 7 sanada bankomatga boradi, pul yo'q. 8 sanada yana boradi, yana yo'q. Xavotirga tushadi. Lekin agar u avval mahalla yoki bank orqali grafikni aniqlaganda, 9 sanani kutish kerakligini bilardi. Demak, bunday holatda vahima qilish shart emas, lekin jadvalni tekshirish shart. Yana bir misol. Farg'ona viloyatida yashaydigan pensioner ayol pensiyasini pochta orqali uydan oladi. U har oy ibn sanada pochtachi kelishiga o'rganib qolgan. Sentyabrda esa pochta bo'limi jadvalni qayta tuzib, uning mahallasiga 12 sanada xizmat ko'rsatishni belgilagan bo'lishi mumkin. Bu 2 kunlik farq katta ko'rinmasligi mumkin, lekin dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatini pensiyaga qarab rejalashtirgan odam uchun juda muhim. Shuning uchun men bunday pensionerlarga farzandlari, qo'shnilari yoki mahalla faollari orqali oldindan jadvalni so'rab qo'yishni maslahat beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar, chunki yangi pensiya tayinlangan bo'lsa, birinchi to'lovda hujjatlarni tekshirish
bank rekvizitini kiritish, to'lov usulini belgilash kabi jarayonlar bo'ladi. Agar siz sentyabr oyida 1-martda pensiya olishingiz kerak bo'lsa, eski pensionerlarning jadvaliga qarab xulosa chiqarmang. Sizning to'lovingiz alohida tartibda hujjatlaringiz yakuniy tasdiqlangandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Ikkinchi toifa yashash manzilini o'zgartirgan pensionerlar. Masalan, siz Samarqanddan Toshkentga ko'chib keldingiz yoki bir tumandan boshqa tumanga ro'yxatdan o'tdingiz. Bunday holatda pensiya ishi bir hududdan ikkinchi hududga o'tish kerak bo'ladi. Agar hujjatlar vaqtida ko'chmagan bo'lsa, to'lovda uzilish yoki kechikish bo'lishi mumkin. Bu yerda odam menga pensiya bermay qo'yishdi deb o'ylamasligi kerak. Ko'pincha bu texnik jarayon bo'ladi. Lekin uni nazoratsiz qoldirmaslik kerak. Uchinchi toifa bank kartasini almashtirganlar. Karta yo'qolgan, muddati tugagan, bank filiali almashtirilgan yoki yangi karta ochilgan bo'lsa, yangi rekvizitlar pensiya tizimiga to'g'ri kiritilganini tekshirish kerak. Aks holda pul eski karta hisobiga ketishi yoki qaytib turishi mumkin. Masalan, pensioner avgustda kartasini almashtirdi. Lekin yangi karta ma'lumotlarini tegishli idoraga yetkazmadi. Sentyabrda pul tushmadi. Bunda ayb jadvalda emas, rekvizit yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Agar siz bir necha yildan beri bir xil manzilda yashasangiz, pensiyani bir xil karta orqali olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, odatda sizning to'lovingiz faqat yangi grafik bo'yicha amalga oshadi. Ya'ni pulingiz yo'qolib ketmaydi. Faqat sanasi bir necha kunga silishi mumkin. Lekin men bu yerda yana bir narsani ta'kidlayman. Pul tushmagan birinchi kuniyoq vahima qilish o'rniga avval jadvalni aniqlang. Agar jadval bo'yicha belgilangan kun ham o'tib ketsa, shunda murojaat qilish kerak. Rag'am bilan misol keltiraman. Aytaylik, bir pensioner 20 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. U har oy 5 sanada kommunal to'lov uchun 300 ming so'm, dori uchun 2 ming so'm, oziq-ovqat uchun 500 ming so'm ajratadi. Agar pensiya 5 sanada emas, 8 sanada tushsa, bu 3 kunlik tafovut uning butun rejasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun jadval o'zgarishi mayda narsa emas. Bu oilaning kundalik xarajatiga dori vaqtida olinishi yoki olinmasligiga, qarzga kirish yoki kirmaslikka ta'sir qiladi. Yana bir vaziyat. Oilada 2 pensioner bor. Ota 20 milyon 500 ming so'm, ona 20 milyon 100 ming so'm oladi. Ikkalasi ham bir kunda oladi deb o'ylashadi. Lekin jadval qayta tuzilganda bank orqali oladigan otaning pensiyasi 6 sanada, pochta orqali oladigan onaning pensiyasi so'm sanada berilishi mumkin. Buni oldindan bilsa, oila xarajat to'g'ri taqsimlaydi. Bilmasa, nega birga tushdi, ikkinchisiga tushmadi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Bank kartasiga pul tushishi bilan uni bankomatdan olish imkoniyati bir xil narsa emas. Ba'zan pul kartaga tushgan bo'ladi, lekin bankomatda naqd pul yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensioner esa pensiyam tushmagan deb o'ylaydi. Bunday holatda mobil ilova, SMS xabar, bank operatori yoki bank kassasi orqali hisobni tekshirish kerak. Agar hisobda pul bo'lsa, muammo pensiya to'lovida emas, naqdlashtirish imkoniyatida bo'ladi. Ikkinchi nozik nuqta. Pochta orqali naqd oladigan pensioner uyda bo'lmasa, to'lov kechikib ko'rinishi mumkin. Pochtachi kelgan paytda pensioner shifokorga ketgan, bozorga chiqqan yoki farzandlarinikida bo'lgan bo'lsa, pul qayta olib ketiladi va keyingi tartibda beriladi. Shuning uchun pochta jadvali ma'lum bo'lgan kuni imkon qadar uyda bo'lish kerak. Agar uyda bo'la olmasangiz, oldindan pochta bo'limi yoki mahalla orqali qanday tartibda olish mumkinligini aniqlang. Uchinchi nozik nuqta, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sababli yoki boshqa sabab bilan pensiyasini farzandi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshi orqali oladi. Bunda ishonchnoma tugamagan bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, jadval bo'yicha to'lov kuni kelgan taqdirda ham pul berilmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma bilan olayotganlar sentyabr jadvalidan tashqari hujjat muddati masalasini ham tekshirib qo'yish kerak. 4-chi nozik nuqta. Pensiya miqdori o'zgarganini kutayotganlar. Masalan, qayta hisob-kitob, qo'shimcha ish staji, nogironlik guruhi o'zgarishi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hujjat topshirilgan bo'lsa, odam sentyabrda yangi miqdor tushishini kutadi.
Lekin har bir qayta hisoblashning o'z tartibi va tasdiqlash muddati bor. Jadval qayta tuzilgani pensiya miqdori avtomatik o'zgardi degani emas. To'lov sanasi boshqa masala, pensiya miqdorini qayta hisoblash boshqa masala. 5-nozik nuqta SMS kelmasligi har doim pul tushmadi degani emas. Ba'zi banklarda SMS xizmati o'chgan bo'lishi, telefon raqami o'zgargan bo'lishi yoki aloqa bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Pensioner SMS kutadi. SMS kelmaydi. Keyin xavotirga tushadi. Lekin hisob tekshirilganda pul tushgan bo'ladi. Shuning uchun men bank kartasi orqali oladiganlarga faqat SMS ga tayanmaslikni, imkon bo'lsa bankdan hisob holatini aniqlashni tavsiya qilaman. 6-nozik nuqta qarzdorlik va majburiy ushlanmalar. Ayrim hollarda sud ijro hujjatlari, aliment, kredit yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha hisobdan ushlanma bo'lishi mumkin. Bu ham hamma pensionerlarga tegishli emas, lekin kimdadir pensiya odatdagidan kam tushsa, sababini aniqlash kerak. Bu yerda ham darhol pensiyani kamaytirishdi deb xulosa qilish noto'g'ri. Avval bankdan yoki tegishli idoradan qaysi asosda qancha ushlanganini so'rash kerak. 7-nozik nuqta. Hududlar bo'yicha jadval bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir viloyatda to'lov 4 sanadan boshlansa, boshqa viloyatda 6 sanadan boshlanishi mumkin. Hatto bir tumanning ichida ham mahallalar kesimida farq bo'ladi. Shuning uchun internetda kimdir bizga tushdi deb yozsa, bu sizga ham ayni kuni tushishi shart degani emas. Xuddi shunday kimdir hali hech kimga berilmadi desa ham, bu hamma hudud uchun to'g'ri bo'lmasligi mumkin. 8-nozik nuqta. Pensiyani olmagan oylar bo'yicha to'lov. Masalan, pensioner kasalxonada yotgan, boshqa joyda bo'lgan yoki hujjat masalasi tufayli bir muddat olmagan bo'lsa, keyingi oyda to'plangan to'lov berilishi mumkin. Lekin buning uchun tartib bor. Hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatda jadvalni kutib o'tirishning o'zi yetarli emas. Tegishli bo'limga murojaat qilib, oldingi oylar bo'yicha to'lov holatini aniqlash kerak. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, pensiyani qaysi usulda olayotganingizni aniq biling. Bank kartasi orqali, pochta bo'limida naqd, uyga yetkazib berish orqali yoki ishonchnoma asosida. Chunki har bir usulda tekshirish yo'li boshqacha. Bank kartasi bo'lsa, bank orqali tekshiriladi. Pochta bo'lsa, pochta bo'limi yoki mahalla orqali aniqlanadi. Ishonchnoma bo'lsa, hujjat muddati ham ko'riladi. Ikkinchi qadam, sentyabr oyi bo'yicha o'zingizning hududingiz jadvalini aniqlang. Buning uchun mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilishingiz mumkin. Pochta bo'limidan so'rashingiz mumkin. Bank filialiga borishingiz yoki telefon orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Eng to'g'ri ma'lumot sizning tumaningiz, mahallangiz va to'lov usulingiz bo'yicha beriladi. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Yoningizda pasport yoki ID karta bo'lsin. Agar bank kartasi orqali olsangiz, karta va bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar ishonchnoma orqali olsangiz, ishonchnomaning asl nusxasi yoki talab qilinadigan hujjatlar tayyor bo'lsin. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, ro'yxatdan o'tganlik ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya miqdori bo'yicha savol bo'lsa, avvalgi to'lov kvittansiyalari yoki bankdan ko'chirma ham foyda beradi. 4-qadam, belgilangan kunni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Masalan, sizga 9 sentyabr kuni to'lov bo'ladi deyishdi, 7 sentyabr pul tushmadi deb bankka yugurish shart emas. Lekin 9 sentyabr o'tdi, 10 sentyabr ham o'tdi, hali ham pul yo'q bo'lsa, endi aniq murojaat qilish kerak. Murojaat qilganda umumiy gapirmang. Men pensiyamni olmadim deyish bilan cheklanmang. Men falon tuman, falon mahalla, falon to'lov usuli bo'yicha sentyabr pensiyamni belgilangan sanada olmadim. Sababini yozma yoki og'zaki tushuntirib bering deb aniq ayting. 5-qadam, bankdagi holatni alohida tekshiring. Agar pul kartaga tushmagan bo'lsa, bankdan hisob bo'yicha oxirgi kirimlarni ko'rsatishni so'rang. Agar pul tushgan bo'lsa, lekin yecha olmayotgan bo'lsangiz, sababini aniqlang. Karta ishlayaptimi? PIN kod bloklanmaganmi? Bankomatda naqd bormi? Karta muddati tugamaganmi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangisini olish kerak bo'ladi va yangi karta ma'lumotlari pensiya to'lov tizimida to'g'ri aks etishi zarur. 6-qadam, pochta orqali oladiganlar o'z mahallasi bo'yicha tarqatish sanasini yozib qo'ysin. Ayniqsa yoshi katta insonlar sanani unutib qo'yishi mumkin. Farzandlar, nevaralar yoki qo'shnilar yordam berib, qog'ozga pensiya kuni deb yozib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Shu kuni pensioner uyda bo'lishi yoki oldindan pochta bilan kelishishi kerak. Agar pochtachi kelib ketgan bo'lsa, keyin qayerdan va qanday olishni darhol aniqlash kerak. 7-qadam. Agar sizda pensiya miqdori ham tushgan bo'lsa, avval sababini tekshiring. Masalan, o'tgan oy 20 million 400 ming so'm tushgan, sentyabrda 20 million 200 ming so'm tushdi. Bunday vaziyatda bankdan ko'chirma oling. So'ng pensiya jamg'armasi bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Agar ushlanma bo'lsa, uning asosi bo'lishi kerak. Agar qayta hisoblash bo'lsa, uning izohi bo'lishi kerak. Hech qachon faqat taxmin bilan xulosa qilmang. 8-qadam. Murojaatni yozma qilishni ham biling. Agar bir necha kun o'tib ham aniq javob ola olmasangiz, yozma ariza qoldiring. Arizada to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, to'lov usuli va muammo sanasini yozing. Masalan, sentyabr oy uchun pensiya to'lovi belgilangan muddatda amalga oshirilmagani sababli to'lov holati va kechikish sababi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 9-qadam, og'zaki gaplarga aldanmang. Hammaga kechikadi ekan, bu oy pensiya berilmas ekan, faqat oyning oxirida tushar ekan degan gaplar ko'pincha tasdiqlanmagan bo'ladi. Rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla, bank, pochta va pensiya jamg'armasi orqali aniqlangan ma'lumot bilan ish tuting. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Har bir hududning jadvali farq qilishi mumkin. 10-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon orqali ma'lumot olishni, bank ilovasidan foydalanishni yoki ariza yozishni bilmasligi mumkin. Farzandlar va nevaralar bu yerda juda katta yordam bera oladi. Ota-onangizdan pensiyangiz tushdimi deb so'rashning o'zi yetarli emas. Karta muddati qachon tugaydi? Jadval qaysi kunga belgilangan? Hujjatlarda o'zgarish bormi? Shularni ham tekshirib qo'yish kerak. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Pensioner ona har oy 10 sanada 1 million 300 ming so'm oladi. Sentyabrda 10 sanada pul tushmadi. Farzandi darhol bankka boradi. Bank kirim yo'q deydi. Keyin mahalladan so'rasa, ularning ko'chasi bo'yicha to'lov ingich sanaga o'tkazilgani ma'lum bo'ladi. Ingich sanada pul tushadi. Bu holatda muammo yo'q, faqat jadval o'zgargan. Boshqa misolda esa pensioner ota 2 sanada olishi kerak edi. 1 sanada ham tushmadi. Tekshirishsa, karta muddati avgust oxirida tugagan ekan. Demak, bu yerda jadval emas, karta muammosi sabab bo'lgan. Mana shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Yana bir muhim maslahat. Pensiya keladigan kun atrofida yirik xarajatlarni ehtiyotkorlik bilan rejalashtiring. Agar sizga dori kerak bo'lsa, imkon bo'lsa bir necha kunlik zaxira qoldiring. Kommunal to'lov muddatini ham jadval o'zgarishini hisobga olib rejalashtiring. Qarindoshdan qarz olishga majbur bo'lmaslik uchun pensiya sanasini oldindan bilish muhim. Bu oddiy ko'rinsa ham. Amalda ko'p oilalarda aynan shu narsa muammo keltirib chiqaradi. Agar pensiya bir necha kunga kechiksa, birinchi kuni hissiyot bilan emas, tartib bilan harakat qiling. Avval jadvalni tekshiring. Keyin bank yoki pochta holatini aniqlang. Keyin hujjat va rekvizitlarni ko'ring. Shundan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar hamma joyda kutavering deyishsa, lekin aniq sana va sabab aytilmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda javob berish majburiyati bo'ladi. Shuning uchun u ko'proq natija beradi. Demak, sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, eng muhim narsa shuki, bu hamma uchun bir xil kechikish degani emas, lekin har bir pensioner o'z hududi va to'lov usuli bo'yicha yangi sanani bilishi kerak. Bank kartasi, pochta, uyga yetkazish, ishonchnoma, manzil o'zgarishi, karta muddati, qayta hisob-kitob. Bularning har biri to'lov kuniga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun o'z jadvalingizni aniqlang, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa yaqinlaringizdan yordam so'rang va belgilangan kun o'tib ketsa, albatta rasmiy murojaat qiling. Sizning hududingizda sentyabr qaysi sanaga belgilangan? Oldingi oylarga nisbatan o'zgarish bo'ldimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z hududi bo'yicha solishtirib ko'rsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot odamni ortiqcha ovora bo'lishdan saqlab qoladi.